Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 82 soniga xush keldinglar. Bugun biz Xitoy Turkiya munosabati va Sharq Turkiston degan tema ustida hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudayar efendimni suhbatga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Sizni har qatim shu suhbatga havo qilamiz, ammo siz bilan o'tkazgan suhbatda biz nurg'un narsalarga erishamiz. Bu suhbatni boshlashdan burun men oldi bilan insonning o'zi bo'lib yashash to'g'risidagi bir she'rni, ya'ni insonning o'zi bo'lib yashash to'g'risidagi tafakkurimizni g'idiqlasi ajib emas deb bizning Xo'ja Muhammadning yozgan Yurak kesili degan bir she'rni o'qib o'tishni loyiq ko'rdim. Xo'ja Muhammad mush she'rni yozgandan keyin uzun o'tmay bu olam bilan xo'shlashadi. Ammo bu she'ri nihoyatda esil yozilgan she'r bo'lib, bugungi bu temamizdan burun buni hammalarninki bir tafakkur chiqish uchun, huzur elish uchun sunmoqchiman. Yurak kesili. Xo'ja Muhammad. Sol bilakimning telib og'rishidan yurak kesilim borligini va uzoq qolmay o'lib ketadiganimni bildim. Shu on quyosh qirib ketdi. Vaqt oljib qolgandek o'ng ta'tir yugurmoqda. Hayot sovuq qolgan oshdek ishtihoyimni bo'g'di. Muhabbatchi. Bu haqda ilgirki 24 qiz va keyingi 3 xotinning degini hisob. Mening deydiganim, odam o'zini odamga topshirmaslik kerak. Odam o'zini hech nimaga topshirmaslik kerak. Odam ta ketib qolguncha o'zida turishi kerak. Odam o'zining qo'lida bo'lmagani uchun odam o'zini tashlab etmaslik kerak. Odam o'zining sirti bo'lgani uchun odam o'zini boshqalarning tasviriga muhtoj qilmaslik kerak. Odam o'limni birga elib kelgani uchun o'limni ulug' yoki pastkash bo'lishidan qat'iy nazar jahondagi boshqa ishlarga aralashtirmaslik kerak. Mening deydiganim, odam qayerda yashagan bo'lishidan qat'iy nazar o'zida o'lishi kerak. Odam cho'qim o'zida o'lishi kerak. O'zida o'ladigan odam eng ulug' odam bo'ldi. Rahmat bu she'rni anglag'anlarga. Hamda Salih Xudayar efendim. Bu qitimliq Shanxay hamkorlik yig'inida Xitoy bilan Turkiya hukumatining 3 million Uyg'urni Sharq Turkistondan Turkiyaga yo'tkash kelishimi oshkorlandi. Buningdan boshqa Xitoy Turkiya o'rtasidagi atalmish terrorlikqa qarshi turishni bano qilgan chunqur istixborot hamkorligimi o'rtada oshkora. Hukumatimiz har qachon Sharqiy Turkistonning tibbiy manfaatiga zid har qanday qilmishga vaqtida qattiq raddiya berib kelyapmiz. Gerçi ijtimoiy taratqularda bizning hukumatimizning tutumi tafsiliy va ochiq-oshkor bayon qilinib kelayotgan bo'lsa-mu, ushbu suhbatimizda sizni Xitoy Turkiya munosabati va bu munosabatga bog'liq Sharq Turkistonning siyosiy taqdiri ustida tahlil yurgizib berishingizni so'raymiz. Marhamat. Xo'sh, oldi bilan shu birinchi masalaga kelaylik. Shu 3 million Uyg'urlarni Sharq Turkistonga, Turkiyaga yo'tkab akkilish masalasini. Bu masalani shu Turan qishloqchi deb bir muxbir, bo'lmasa hukumatninki shu Erdo'g'an hokimiyatiga yaqinroq bir muxbir, TRT'ninki Turkiya radio televizion degan bo'lniki davlat kanaliniki shu O'tir Sharqqa mas'ul mudiri bo'lgan kishi shu Xi Jinping bilan nima ko'rishib bir kundan keyin ham atsillam shunda bir kelishim qilindi deb o'tirib qo'ydi. Bu kelishimda nihoyat chiroyli ifodalabdi. Shu ham mushilqi emgak kelishimi deb Sharq Turkistondan 3 million Uyg'urlarni Turkiyaga akkiladigan bo'ldi. Bu kelishim orqali ham shu yerdagi qarindoshlarımızga insani parvarlik yordam bergan bo'lamiz. Ularni Xitoylarning zulmidan qutqazgan bo'lamiz. Aqchi ko'kchi deb shunda bir narsa o'tirib qo'ydi. Biz hukumat sifatimiz bilan buningga darhol raddiya berdik. Raddiya berib, hatto shu g'ayri rasmiy aloqamiz bor ba'zi turklar bilan, shu Turkiya hukumati bilan desak bo'ldi. Shuning o'tiruvchilari bilan. Shularga darhol yetkazdik. Bunda bir
kelişimning qilinishi va hatto o'ylashimi bu kechirilmaydigan bir suiqasd. Bundan aslında Türkiye qattiq qilmaslik kerak deb mesajimizni yolladik. Yollaplam bir 40 minut qolmay Türkiye'nin o'zininki uçur aloqa ministrligi bunga bir tur bayonot berdi. Bayonotida bunda bir narsa yo'q, bu asossiz dedi, ammo o'zininki shu o'zining muxbiri ya buni oshkorlagan. Uninki ismini nimasini g'uvalishtirib, ya'ni bilinmaydigan qilib qo'ydi. Ammo bu endişme shuki, bu bir bo'lgan suiqasd, bo'layotgan bir suiqasd. Belki Türkiye hükümetininki insani perver kısmı mı buladı ya, qarindishim deydigan kısmı. Çünkü hükümette nurxul qarashlar buladı. Şu kısımları belki bu suiqasdninki bo'layotganligini oshkorlab o'tish uchun shu muxbirga deb qo'ygan bo'lishi mumkin va shu muxbir orqali oshkorlandi. Gerçi bu yangilik emas. Esingizda bo'lsa, mush ayning oldida, mush ayning oldida deyman, mush yilning oldida Türkiye'ninki milliy mudofaa ministr milliy mudofaa universitetininki boshliq reisi Erhan Afyoncu esingizda bor, bunga qarshi raddiya bergan to'q shu o'xshash taklifni qo'ygandi. Yilning oldida 2025ning oldida necha million Uyg'urlarni shu Turkiyaga yo'tkab kelish kerak. Bularni yetkish bilan ham ularning nimasini qo'ydigan bo'lamiz, ham o'zimizninki shu emgak kuchini oshirgan bo'lamiz deb shunda nimani qildi. Hatto ma kelishim qilindi degan iddianing o'tirg'i chiqishidan burun bir necha haftalar ilgari butun nima Türk dünyası danliq Türkiyshunos tarixchi va strategiyachi yoki maslahatchi nim desanglar, Ilber Ortaylı degan birisi bor. U odam umma dedi, necha million Uyg'urni Turkiyaga yo'tkab kelishimiz kerak va Qirg'izlarni yo'tkab bo'linib shu dehqonchilik qilishimiz kerak, andaq qilishimiz kerak, mandaq qilishimiz kerak deb o'tirib qo'ydi. Uningda shu nimasi bu yerlik Uyg'urlar atom bombada o'layotdi, andaq qilyotdi. Shuning uchun biz bularni qutqazgan bo'lamiz, ham Turkiyaninki o'zininki kelgusidagi suv urushlarida urush ehtimoli bo'lib qolgan, bundan keyin shu dunyo suvni talashib urushidi. Shuning uchun shuni oldini olish uchun biz bularni mayada şu Türkiye bilen Suriye Irak chegarasi tarafında cho'ng daryo va vodili bor. Shuni kontrol qilishimiz kerak. Shuning uchun u yerga turklarni akilishimiz kerak, Uyg'urlarni akilishimiz kerak deb uni tavsiya qo'ydi. Va bundan keyin bu kelishim bo'ldi deyildi. Turan qishloqchim shunda kelishim qilindi dedi. Gerçi devlet Türkiye hükümeti biz bunu qilmadik, asossiz degan bilan bizning gumonimiz va yana boshqalarning gumoni bu kelishim shunda kelishimdek bir narsalar qilindi va yoki qilinmoqchi bo'layotdi. Shuning uchun xalqlar ham o'zining Turkiya xalqlarini, Turkiyadagi xalqlarninki ra'yini sinab beqish uchun ham chet ellarninki va Sharq Turkiston xalqining ra'yini sinab beqish uchun yapılayotgan narsa. Bu ishni qilingandan keyin hatto o'zini shu Sharq Turkiston da'vosi uchun yoki Uyg'ur da'vosi uchun ataganlar, ya'ni biz shuning uchun o'zini atadik degan ba'zi Uyg'ur va yoki Sharq Turkistonliklarniki sosyal medyada qilingan hisoblarda yana shu o'xshash ra'ysinash. Turkiyaga 3 million Uyg'urni akilishga qo'shilamsiz, qo'shalmamsiz. Ra'y sinab yani bir psikolojik nime pravatdı. Ameliyatda bu Sharq Turkistondan Uyg'urlarni yetkish projesi meyli rast bo'lsin, meyli
teşebbüs kılınayotgan bolsun. Şarkı Türkistan halkıga ve Şarkı Türkistan davasıga ziyanlık. Nima uchun ziyanlı? Çünkü Xitoy nima qilmadi? 70 yılının yazı, 75 yılının yazı. Xitoy Şarkı Türkistan'da tecavüz qilgandan keyin tatip epiravatgan nima siyosati bor? Şarkı Türkistan'daki demografik, yani Şarkı Türkistan'daki Türkiye xalqlarınki, aşağıdaki Uygur bolupmu Uygurlarınki nüfusunu yok qilaman, azaytaman deb turishayotdi go va Xitoyninki nüfus texmi jiqroq qilma deb shunda siyoset yurgizib keldi. Irqiy qirg'inchilik, mustamlik siyosati shu. Ve bununla bu 3 milyon Uygurni oylab bakыңlar. 3 milyon Uygurni Şarkı Türkistan'dan yo'qotib etse hazır. Şu 5 yıl içindeyli yoki qancha yilda yo'qolib ketsa, 3 milyon Uygurning o'rnini Xitoy bilan az deganda 3 milliondan ortiq Xitoy bilan to'ldirdi. Ve nüfus dengesi Şarkı Türkistan'daki tamamen almıştı. Xitoy bizni baskandan tatiplam bizni atalmış azsallık millet deb kelyapti ya. Bu şunday desa bizni o'zimizningki zaminimizda, o'zimizning davlatimizda şu azsallık qilib qo'ydi va Sharq Turkistonni tamamen yo'qotgan bo'ladi. Sharq Turkiston damasini tamamen o'tgan bo'ladi. Va bunda qilish, bunda kelishim qilishi yoki buni planlashi, bundani o'ylashmi şu Xitoyning manfaatidan foydali boshqa narsa emas. Yani bizningki Xitoyninki Sharq Turkistonni qirib tashlashga as qo'shgan bo'ladi, hech qanday as qo'shgan bo'ladi. Shuning uchun buningga biz darhol raddiya berdik va darhol g'ayri rasmiy kanallardanmi shu munosabatli Türk yani hukumatning organlariga nima ogohlantirdik. Bunda nimani tushunma, agar bunda narsani qilsang, biz buningga sukut qilmaymiz. Biz hazır nurgun nasıl sükut keldik bu millet. Bu millet nurgun xiyanetlige sükut keldi. Ama artık biz bununla sükut kıldığan vaqt emas, qılmaymiz. Qarandaşlık uyat tutsun. Qarandaşlık kömüdük biz bu Türkiye devletliden. Ne Türkiye'de ne Pakistan. Türklininki üzünün tilidi bir gap var. Kalleşlikten başka nasıl kömüdük bu Türkliden. Türkiye hükümeti. Ve Türkiye halkı mı? Mesela İlber Ortaylı o kadar hürmet kazaver bir kişi. Ama hakikaten bizni karendaşım deydiğen bolsa bunda Şarkı Türkistan'ın nüfusunu küçürep Xitoyga payda kildiğen layihani, nim tekliflerini oturup koymaydı. Ama elbette o üzününki Türkiye'ninki şu ali menfaatini bas tutuş nimse onunki. Şunun için kılavatdı. Karandaşlık o hikayeler. Bizni atom bombadan kutkazıp algan buludu yoki bizni Xitoyning zulmidan kutkazgan bulumuz degan hammasi bahana. Agar haqiqatan bizim bayonotimiz yo'q. Agar Türkiye nüfus masalasidan ishlam topolmasa, chet elda 150 davlatda, dunyoning 150 davlatida 5,5 milyondan ortiq Türkiye vatandaşı var. Türkiye Türkleri var. Şularni qaytib akib kelsa, andan keyin dehqonchilik qilsalamdi, podachilik qilsalamdi, uningga hech bir nimamiz yo'q. U Turkiyaning ishi. Ammo Sharq Turkistondagi xalqni Turkiyaga yo'tkab akilib, Xitoyninki irqiy qirg'inchilik va Sharq Turkistonni yo'q qilaman, mustamlaka qilaman deydigan nimasiga biz sukut qilmaymiz. Buningga qat'iyan yo'l qo'ymaymiz. U bir, agar Turkiyaning haqiqatan Sharq Turkiston xalqiga ko'ngli bo'lsa, ziyolilarninki, siyosatchilarninki, hukumatiningki, boshqa tashkilotlarninki aqchi ko'kchi. Ular oldi bilan Turkiya hukumatiga besim silish kerak. Mana oldimizda mush ayninki oxirida 20-nechisida, 9-ayning 20-nechisida BDT'ninki 80-ci BDT'ninki rasmiy yig'ini ochiladi. Oturup qo'ysa bo'ldi Sharq Turkiston milliy masalasini. Xuddi Falastinni boshqa masalani doimonliq oturup qo'ydi ya, ta Kashmirga qadar. Sharq Turkiston masalasini bir oturup qo'ysin, agar bular haqiqatan samimiy bo'lsa, Sharq Turkiston milliy masalasini oturup qo'ysin. Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa qolgan boshqalarni aqchi ko'kchi deb
Bomuz Türkler bilen hiç kandaşlığı yok milletler bilen tarihi biri yok. Til jihatdan, medeniyet jihatdan hiç kandak bir münasebet yok milletlerge igi çıkıdı o bu Türkiye hükümeti. Niye öz qarindaşlarga igi çıkmaydı? Igi çıkson agar samimiy bolsang şu biditüdü sözаңla. Şarq Türkistan'da sizin oturup qo'yanglar. Şarq Türkistan'nınki mustaqillik nasıl keltirish davasını qanda başqalarınki mustaqillikni qo'llash davasını qo'llagan bolsanglar va xalqarani shunga chaqirgan bolsanglar Şarq Türkistan'ninkini mo o'xshash chaqirishinglar kerak. Bo'lmasa sizniki bu qarindoshliginglar nimanglar hammasi tüptün yalgan. Yalgandan boshqa narsa emas. Şöyle bunu tushuntirib qo'yish kerak. Bu suiqasdga qat'iy nim qilsak bo'lmaydi qarindoshlar. Bu biz uchun eng cho'ng suiqasdlardan birisi. Bu suiqasdga yo'l qo'ymasligimiz kerak. U nim qilib Turkiyaga Uyg'urlarni keldi ekan deb qo'shilib ketadigan narsa emas. O'zimizning vatanimizni Xitoyga bo'shtib bergandan boshqa narsa emas. Xitoyga tashlab bergandan boshqa narsa qilmagan boshqa narsa qilgan bo'lmaymiz qarindoshlar. Shuning uchun u xalqimizni hech bir yerga yo'tkab akilishmasizda uningga nim qilmasligimiz kerak. Agar Turkiyadagi Uyg'urlarni yo'tkash kerak bo'lsa, masalan, Turkiyadagi Uyg'urlarni boshqa davlatlarga, Turkiya burunqidek bexatar bo'lmaganligi uchun boshqa yerga yo'tkazib mayli. Chet eldagi, masalan, u yerda ezib qolgan kamplarda yoki turmalarda turib qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa, nurg'un davlatlarda, mayli Taylandda bo'lsin, mayli Malayziyada, mayli boshqa yerda bo'lsin, ularni boshqa yerga yo'tkab akkasak, bexatarroq yerga u bo'ladi. Ammo Sharq Turkiston zaminidan necha million yoki necha yuz ming yoki necha ming qarindoshimizni u yerga yo'tkaymiz desak, shu Xitoyninki biz Sharq Turkistonni Uyg'urdan yo'q qilish, ya'ni Uyg'ursizlashtirish siyosatiga, irqiy qirg'inchilik va mustamlik siyosatiga shu chavak chag'andan, shuni qo'llagandan boshqa narsa bo'lib qolmaydi qarindoshlar. Shuning uchun bunga nihoyat ehtiyot qilishimiz kerak va bunda taklif fikrlarga vaqtida raddiya berishimiz kerak va buning qarshiligimizni namoyon qilishimiz kerak va buning qarshilikni davom qilishimiz kerak. Rahmat. Bu sizki bu deganingiz mushu uchur chiqiblam siz aytsizlar shu vaqtning o'zida degandek biz hukumat tarafdan inkas bildirdik va buningga qarshiligimizni bildirdik. Ham buni logikalik yo'l bilan tushundirdik. Xuddi sizning hozir deb o'tganingizdek biz ishimiz bu gap o'tirga chiqqandan keyin yana nurg'un fitna fasodlar bo'ladi. Sen Türk qarindoshlar o'tirsiga fitna solding degandek o'yinlar bo'ladi va nurg'un odamlar chiqib 3 million odamni olaman degan oson gapmi degandek bir gaplar bo'ladi o'tirda talash tortish bo'ldi. Ammo o'ylab baqsak bu bak oddiy bir logikalik bir masala bu. Bu tarixdan Xitoylarninki strategiyasida bor masala. Masalan, bizning ziminimizni ular ziminimizni olmoqchi, odamni yo'qotmoqchi. Bu Xitoyning o'zining tilidan bor. Liu di bulu deydi. Xitoyning o'zining tilidan bor bu. Hozir qilayotgani dal shu. Endi bu Türkninki mayli siyosiyonlar olsun, mayli tarixchilari va strategiyachilar olsun, hammasi tatliq gapni qilib turib, Türk qarindoshlarimiz uchun deb turib, amaliyotda Türk qarindoshlarini yasatadi va uning foydasini olyotadi. Uni masalan, buni eng yaqinqi hammadan bildigan ulgisi Suriya. Suriyadagi ish. Masalan, Turkiya voy biz qarindoshlarimizni qutqazdik, anda qildik, akkilyapmiz deb Uyg'urlarni Suriyaga yo'lladi. Nurg'un Uyg'urlarni 30 mingdan ortiq Uyg'urlarni Suriyaga yo'lladi va hozir helimi yo'llayotdi. Turkiyadagi bor Uyg'urlarni majburlab Suriyaga yo'llayotdi hozir. Bundan biz xabarsiz qolganimiz yo'q. Buni kuzatyapmiz. Buning bunday chiqib agalandirish berdik. Bu yerda Uyg'urlarni Sharq Turkiston davosiga yoki u yerda o'zig'imi bir qilchi bir foyda yetmadi. 15 mingni o'tirib bo'ldi. Xabarda 3 ming 4 mingdek o'ldi deb qo'ygan bilan 15 mingdan ortiq Uyg'ur o'ldi Suriyada. Buni shu o'zlaridan so'rab baqsanglar buni inkor qilinmaydi. Inkor qilishi mumkin, ammo haqiqatni o'zlarim biladi 15 mingdan ortiq o'lganligini. Va yana nim yo'llayotdi. U Suriyaga yo'llash orqali qanday foyda keldi? Uni shu yana u Suriyaga yo'llash u yanni kim bilan moslashib yo'lladi? Ya'ni shu Xitoy bilan. Xitoy bilan yo'llab 2012 dan boshladi, 2014
2015 yılgacha yolladı 30 mingdek Uyg'urni Suriyaga va andan keyin irqiy qirg'inchilik siyosatini resmiy o'tirib qo'yishga, ichki holatda o'tirib qo'yishga atalmış terrorizm qarshi urushyapmiz Aqchi-Ko'kchi deb Oshadagi Uyg'urlarni ko'rsatib, mana bugun qadar 11 yilning yozi irqiy qirg'inchilik yurgizyapti Sharq Turkistonda. To'xtab qolgani yo'q. Yani ko'rdik ularniki Türklarniki yamchikidan bulaşqa, zambarak yemidan bulaşqa boshqa bir ish qilmaydi ular. Va ularni boshqa bir ish qildirg'izmaydi. Va yana bularga xalqimiz aldanib ketyapti. Afsus. Rahmat. Sen agar Turkiya shu tatliq so'z gap qiladi, biz bu yerda buni echiqnim qilishimiz kerak. Bizning Turkiya xalqi bilan hech bir nimamiz yo'q. Turkiya xalqi Allah razı olsun köpüncüsü Şarkı Türkistan tarafında bizning hakikaten qarindishim deb kelyapti. Ammo hukumatninki 1971 yildan tortib hozirga qadar yurgizayotgan siyosati tamamen Sharq Turkiston davosiga va o'zininki shu iddia qilayotgan qarindoshlikqa qarshi harakatlarni qilib keldi bular. Turkiya hukumati. Ammo xalqi bizning yanimizda. Umuman köp qismi. Şunun için mesela bazı sosyal medyadan qarasanglar, mayli Twitter'dan qarasanglar bo'lsin, mayli Facebook'dan qarasanglar, özleri diye badi. Bu qarindoshlik emas, 3 million Uyg'urlarni bu yoqqa yo'tkab kelish qarindoshlik emas, shu Xitoyga Sharq Turkistonni ot tuproqimizni bo'shitib bergandan boshqa narsa emas. Bularni bu yoqqa padij qilib shiltish qul amgakninki bir nimasi, bir turi. Bu qarindoshlik emas deb nurg'un turklar o'zi yozdi buni. Biz demedik. O'zlari mana haqiqiy qarindishim deydiganlarmi o'tirg'i chiqib o'zining hukumatiga bunda suiqasdni qilmasligini, bunda suiqasdga rozi emasligini bildirdi. Hamda Turkiyaniki nimasiga kelsak, bu o'zingiz dedingiz, bu Turkiyaning bayamdagi savolingizda Turkiyaniki bu Sharq Turkiston Türkiye bilan Xitoy munosabatidagi Sharq Turkistonninki nimasi, masalasiniki nima qilishini bir dapirangdab bu 97 deyman 71 yildan tortib Turkiya 71 yilda shu g'arb davlatlari bo'lib NATO davlatlarining ichida birinchi bo'lib, masalan, birinchi bo'lmasmi, birinchi davlatning qatorida, shu birinchi bir necha davlatning qatorida Xitoyni rasmiy e'tirof qilganga diplomatik munosabat qilgan bilan 71-yili 8-oyda Turkiya diplomatik munosabat qurdi. Shu atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyati bilan. Shuningdan tortib Xitoylar bilan Turkiya shu Sharq Turkiston davosini yo'q qilish uchun hamkorlik qilib kelmoqda. Davomli Xitoyning deydigani nima? Sharq Turkiston masalasiga qarshi kurashimiz kerak, qarshi turishim kerak deb davomli qiladi va Turkiya asta-asta davomli shu Xitoyniki deganlarga moslashib keldi. Masalan, Turkiya 71-yilda Xitoy bilan diplomatiya munosabat o'rnatdi. Anandaki Amerika 79-yilda. Agar Amerikaning boshliqchi bilan Amerika qarab qildi degan bo'lsak, bu tarixga uymaydi. Turklar boshlatdi, andan keyin boshqalimi o'zining shu manfaati shu vaqtdagi Sovetlarga qarshi turish strategiyasi bilan shunda xatolik siyosatini olib bugungacha keldi. Masalan, tunji qatim bu kelishimni qilgandan keyin 1981-yili Turkiya bilan Xitoy rasmiy tijoriy kelishimni nim qildi. Ticari kelishim tuzdi va shu vaqtlarda Turkiyaniki umumiy davlat strategiyasini o'tirib qo'ydi. Umumiy davlat strategiyasida Turkiya Osiyo qarash deb bir strategiyani o'tirib qo'ydi. Bundan keyin Osiyo qarashimiz kerak, chunki G'arbninki ta'siridan, bo'lib NATOning ta'siridan o'zini ta'siridan qutulma deb Turkiya bu strategiyani o'tirib qo'ydi. Chunki G'arbning turli sabablardan ishongisi kelmaydi Turkiya. Shuning uchun biz Sharqqa qarashimiz kerak deb mush paytida mush strategiya bo'yicha mangdi.
Keyin 82 yılı 11-12 ayda şu vakti Türkiye'ninki prezidenti Kenan Evren tunji qitim Xitoyni ziyorat qildi. Bu shu yerda bir muncha yana boshqa kelishimlarni qildi. Ayni vaqtda Eysa Yusuf Aliptekinning o'g'li Erkin Aliptekin Sharq Turkistonga boradi. Ayni vaqtda undan keyin asta Türkiye bilan nima arasida nurg'un odamlar chiqishga boshlaydi ya, burun chiqolmaydi. Chiqishga boshlaydi. Undan keyin davosimiz asta kontrol qilinishga boshlaydi. Turkiyaga markazlashtirdi. Burun O'rta Osiyoda markazi bor davo. Bununki şu ikki nimasi bor. Biri Türkiye'ninki şu nima Türkiye mana biz mali orqali bu nimani diasporasini kontrol qilib qo'yamiz, anda qilib qo'yamiz, manda qilib qo'yamiz deb nim qildi. Yana bir tarafdan ular yangi odamlarni nim qilib Xitoylar bilan hamkorlik qilayotganlar. Davosimizni nim qilish uchun qo'zg'ash uchun undan ojizlashtirun mustaqillik davosini asta kishilik huquq Xitoyning ostidagi oliy avtonomiya Aqchko'ch davosi qildi ya. Xuddi o'z vaqtida Cumhuriyet davrimizda mustaqilligimizni qarish go'mandan buning dadisidan shuningdek munofiqlarni, xoinlarni Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga qarshi Cumhuriyetlarimiz qarshi Xitoyning ostida oliy avtonomiya davosi qildirdi-ku, o'xshash nima. Keyin 96-yilda bo'lib 90-yillardan keyin O'rta Osiyoninki Cumhuriyetlarining mustaqil bo'lishi bilan Sovetning yiqilishi bilan Xitoy bizningki Sharq Turkistonda mustaqillik harakatimiz texnik kuchlandi. Ichida va bo'lib O'rta Osiyo Cumhuriyetlarida. Va tabiiy holda Turkiyadami bu nim qilindi. Davosimiz bu yerdagi shu haqiqiy da'vogarlarimizmi shu vaqtda aktiv faoliyat qildiganlar chiqdi. Garchi kontrol qilgan deganlar bo'lsin. Keyin Xitoy 96-yilda 7-numurlik dokladni o'tirib qo'ydi ya. Shu yerda nima deydi? Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston shu Sharq Turkiston kuchlarininki markaziy bazalari, shuning uchun bular bilan diplomatik besim qilib shularninki atalmish Xitoy bizni bo'lgancha deydi-ku, atalmish ya'ni mustaqilchilik harakatimizni ojizlashtirish va to'xtatish kerak deb nima qiladi va bular bilan yaqin munosabat nima qilishimiz kerak va chet eldagi Sharq Turkiston kuchlarini bo'lishimiz kerak va ko'pinchisini Xitoyning tarafiga, ya'ni Xitoyning tarafiga kelish kerak. Sharq Turkiston davosiningki xalqaralashib qilishini oldini olish kerak degandek va shu muhojiratdagi tashkilotlarimizningki faoliyatlarimizningki jamoatlarimizningki ishiga shu josuslarni sig'dirib har qilinayotgan ishdan oldin ola xabar tepish haqida nim qiladi va tashviqot markazlari qurish kerak, masalan bu mustaqillik davosini buzish uchun. Shularni yapirdi. Keyin 98-yili shu vaqt Turkiyaninki bosh ministri Cumhur Reisimi Mesut Yılmaz bosh ministermikin butun hukumat nimalarga xodimlarga nima tushirdi, buyruq tushirdi. Bundan keyin Sharq Turkiston degan hech qanday bir faoliyat qatnashmaslik kerak. Qatnashmasa Sharq Turkiston demaysa Aqchko'chida. Andan keyin 2000-yili Türkiye'ninki ichki ishlar ministri shu vaqtki Saadettin Tantan degan birisi nima cross border davlat chegaralar qilgan nima jinoyatlarga qarshi yoki shu chegaralar qilgan jinoyatlarga qarshi hamkorlik tuzum turidi Xitoy Sharq bu yerdagi tuzilgan kelishim shu Sharq Turkistonga qarshi kelishim. U boshqa jinoyat emas, shu Sharq agar u yerda Sharq Turkiston davosini yapirgan haqiqiy bo'lsa shuni shu bostirish. Masalan, ularga da'vo qildirmaslik. Ko'rdik-ku shu vaqtlarda
biz davaçı, biz Şarkı Türkistan'ın akçı kökçü digenler imza faaliyetimi nimigimi karıştırıp Xitaylıdan çay içip hatta Rıza Bekir'in şu Xitay konsolosluğundan çıkmaydigan bulap kalıp bulması kalpıkı o kadar çoğun nimi teşkilatının rahbarı bulap Xitay bilen sohbetleşip Xitay bilen çay içip Xitay'nın ki şu konsollarını jurdigan bir lalmı bulap kalgan tu adam. Aşında alaka kip koydu. Keyin ang milletçi, biz Türkçü, biz Turançı, Akçı Kökçü deydigan MHP, Milletçi Hareket Partiyası. Şu vaqtda hakimiyet şular. Hakimiyetini ortaklaşıvatıdılar. Şu Bahçeli'ninki ruhsatı bilen Can Zemin'ge en yüksek Türkiye'nin en ali medalini verdi ya. Ve şu adını dedi yani Xitay'ın zulmün bütünlük hürmet kılımız. Xitayning bexatarligini hurmat qilamiz. Bir Xitoy siyosatini hurmat qilamiz. Biz Sharq Turkiston kuchlari qarshi Xitoy bilan birga hamkorlashimiz aqchi deb. Keyin 2002da mo ichiq shu yerda Xitoyninki shu vaqtdagi raisi Zhu Rongji degan birisi shu vaqtda Anqaraga keladi. Shu yerda o'xshash, shu yerda shu kilişim nurgun nim kilişimini kıldı, ticari kilişimini, askeri bu kilişimini, anandakin atalmış terörizm karşı kilişimini ve şu yada Türkiye bilen Xitay nimi deydi, biz birlikte Şarkı Türkistan güçleriga bu yada atalmış İslam hareketi emas, Şarkı Türkistan güçleriga birlikte karşı hareket kılımız, birlikte karşı uruşumuz deydi. Türkiye'nin ki baş minister Ecevit atalmış aks deydi o. Xitay bizninki Şarkı Türkistan'a koygan lanetlik ismini Xitay'nın ayrılmaz bir parçası dep nim kıldı o. Şu yerda Şarkı Türkistan faaliyetçiliğininki hareketini nima to'xtatish uchun nim qilish uchun harakat qiladi o. Harakat qilamiz deb va'da beradi o. Va bu 96-yilning 7 nomerlik dokladninki rasmiy ijro qilishiga boshlandi. Keyin 2010 keyin bular askariy jihatdan nurg'un nimani qiladi o. Urumchi qirg'inchiligi degan yolg'onlik irqiy qirg'inchilik deb aatsillam bir aydan keyin Xitoy bir yildan keyin Xitoy bilan strategik hamkorlik o'stirdi. 2012da Xi Jinping kelib Turkiyaga Suriya masalasini to'g'risida so'zlashdi. 2-ayning 2012da, 4-ayning 2012da Erdo'g'an Xitoyga boradi va Sharq Turkistonga boradi va shu yerda yana shu nima deydi, shu Xi Jinping bilan Suriya masalasini hal qilishni ko'rishdi. Undan keyin Uyg'urlar asta-asta qaçqan bo'lib, qaç o'yinini o'ynab, buni shu Tayland, Malayziya u yerlarga nim qilib, u yerdan Turkiya qutqazg'ichi bo'lib, buni Suriyaga olib berib, Suriyadagi bir qismini Islom partiyasi degan tashlaydi, bir qismini ISIS'liga majburlab shulga yo'llab propaganda teşviqat videolarini yasab Xitoyni anda nim qilamiz, xilofat quramiz, aqchi ko'ch qilamiz deb Xitoyga bana delil biz terrorizm qarshi urushyapmiz degan iddiasiga yolg'on propagandasiga delil yaratish uchun xizmat qiladi. Undan keyin 2014-yilda 11-oyda yana kurashdi. Shu Erdo'g'anla nimalar Xitoyga shu Erdo'g'an baramdi, Turkiyaning istixborot boshliq baramdi, shu baradi. Shu yerda Xitoyninki shu yuqori darajalik istixborotchi va avom bexatarlik ministrlari u bo'li bilan kelishim qiladi. Va Turkning xabarlarida jiqnas ko'maysiz u to'g'risida, shu o'xshash davom bu zikr qiladigan, buniki zikr bo'lib qolgan Xitoyning o'zining butunligiga hurmat qilamiz, Sharq Turkiston kuchlari qarshi turamiz, aqchi degan nimani qildi. Ammo Xitoyninki avom bexatarlik ministrligininki chiqargan yig'in xotirasi yoki yig'inninki xulosalanishini qarasanglar,
şu yerda deydiki Xitoy biz hamda Xitoy Turkiya bilan Xitoy birlashib butun shu yiltizdan tortib shu barliq Sharq Turkiston kuchlarini va tashkilotlarini va jamoatlarini hammasini kontrol qilamiz deydi. Ya yuqtimiz ya kontrol qilamiz. Hech birisininki bu mustaqillik davosini epirishiga yo'l qo'ymaymiz deb ashini nim qiladi. Buni torbetidan izlab topa olasizlar, Xitoycha izlasanglar. Undan keyin 2015-yilda yana qilgan suiqasdi bu Xitoyninki nima ham askariy istixborotninki boshlig'i ham shu Xitoyninki Politbyuroninki boshliqlaridan birisi Turkiyaninki milliy saqchilari, milliy saqchi rahbarligi bilan ko'rishdi. Shu yerda yana shu terrorizm qarshi nim qilamiz, u bu deb shu yerdagi Turkiyadagi Uyg'urlarni kuzatish nimasini kelishimini qiladi va uning qamma yana sirtidagi diasporasimizga boshqa davlatlardagi, masalan, hozir nurg'un davlatlarda bo'libmi Yevropada va boshqa yerda Turkiyaninki bizningki davosimizga, tashkilotlarimiz ustidagi bo'lgan nima deymiz, influence, biz nima ta'siri o qadar kuchli. Ba'zilarimiz buni bilamiz, ba'zilarimiz bilmaylar. Palonchi darnak yordam qilyapti, po'kinchi darnak yordam qilyapti deb anda o'ylab qolamiz. Ammo amaliyotda u kontrol qilinayotgan nuqta shu, yana shu Turkiyaning nimasidan bo'layotgan gap va Turkiyaning nimasidan shu Xitoy bilan kelishim orqali bo'layotgan narsa. Undan keyin texmo necha qatim yana dar yillik kurashdi bular. Har yili shu bexatarlik yig'ini bor. Mush yili 3-ayning 20-da o'tkazdi. U yerda yana shu Xitoyning o davomli zikr qildigan narsani zikr qiladi Turkiya va Xitoy bilan texmo shu bizni kontrol qilish uchun rahbarlik tashkilotning rahbarligini kontrol qilish uchun, nima qilish uchun shunday kelishimni qiladi va asosan buningki nimasini ko'ra olamiz, natijasini qanday bo'ldi desanglar, mana masalan hozir qadar nurg'un bunday suiqasdlar bo'ldi, ammo shunday kelishimlar nimalar, ammo buningga bir talmo Turkiyadagi tashkilotlarningki u qadar samandek az deganda 50-60 tashkilot bor Turkiyada. Birisi g'in qilmadi buning qarshi noroziligini, nimalarni bildirmadi. Hech birisi. Afsus. Chunki natija kontrol ostida. Xitoy o'zi dabbaginidek 2014-yilda nim qilib qo'yganidek kontrol ostida. U uyatusun Turkiyada tilni bo'pti tushunayli deyli. Turkiyada eli biznesi uni sulab qo'ydi, anda qilib qo'ydi, bunda qilib qo'ydi deyli. Turkiyaning sirtidagi tashkilotlarimizga qarasa, masalan, Yevropadagi, Avstraliya, u yerda o'xshash ajnab odamni afsus qildigan bir reallik ko'ryapmiz. Masalan, o'tgan hafta Tianjinda kurashdi. Tianjinda uningda yig'inda chimchimlar bo'ldi. Yig'inda u yerda yana shu Erdo'g'an bilan Shiylam kurashmadi yolg'iz. Turkiyaning tashqi ishlar ministri Fidan, mudofaa ministri, istixborot boshlig'i va ularningki shu Xitoyninki shu o'xshash tarafi kurashdi va u yerda Shi Jinping nima dedi? Ular biz tijoratni anda qilishimiz kerak, manda qilishimiz kerak, anda qilishimiz kerak, texnik yaqin munosabat qurishimiz kerak, hamkorligimizni kuchlantirishimiz kerak deb Turkiya anda dedi. Shi Jinping nima dedi? Aldi bilan siyosiy nimani ishonchni texnik yaqin qilishimiz kerak. Bu mavjud istixborot, bexatarlik va atalmış terrorizm qarşılık hamkorlikni texnik kuchaytirishimiz kerak dedi.
Atsillam Xi Jinping Erdoğan bilan yani o'xshash shu ministerlari Xitoy kompartiyasining birinchi sekretarisi ismini unutib qoldim bilan kurashdi. Xi Jinping baş katip desek bo'ladi. Yoki kompartiyaning baş katip desek, Xi Jinpingning baş katibi kompartiyaning ikinci katip desek bo'ladi. Birinchi katibi Xi Jinpingdan qolsa, chunki eng yüksek katip shu Xi Jinping ya. Ondan keyin u yerda Erdo'g'an nim dedi, biz shu tunigan Xi Jinping bilan deyishgan har turli hamkorlikni qilishga tayyor dedi. Har turli hamkorlik, ana ishida shu istixborot hamkorligim bor, atalmış Tİİ qarshi hamkorligim bor, mudofaa hamkorligim bor, tijorat hamkorligim bor, Aqchi-Ko'kchi. Va bugun asli bu timim emasdi, ammo bugun xabar qarsam bir munofiqni aşağıdaki Turkiyadagi bir danliq munofiq bor, o'zini da'vogar degan bir munofiq bor. Shu munofiqni Turkiya degan nima Türkiye gazetesi degan nimasi ziyorat qildi va u munofiq shunday debdi. Türkiye-Çin ilişkileri olumlu seyreden başta Doğu Türkistan olmak üzere tüm Türk dünyasına olumlu etkilenir, kazanan biz oluruz. Yani Türkiye Xitoy münasebeti qanchalik kuchlansa, hamkorlik qanchalik kuchlansa, bu bütün Türk dünyasiga yaxshi bo'ladi va bizga ham yaxshi bo'ladi. Biz g'alaba qilgan bo'lamiz deb shunday ifodalarni qilibdi bu munofiq. Amaliyotda Turkiyaniki hozir qadar 71-yildan tortib hozir qadar Xitoy bilan qanchalik yaqin munosabat qilgan bo'lsa, bizningki da'vosimizga, yolg'iz da'vosimizga emas, xalqimizning qirilishiga shunchalik fojialik natijalarni akib keldi. Ve tegime ekkiledi aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz bu yerda Turkiya xalqi bizning nimamiz emas. Biz Turkiya xalqi bilan hech dardimiz yo'q. Hatto Turkiya hukumati bilan ham dardimiz yo'q aslida, ammo Sharq Turkiston xalqini yo'qotish uchun milliy mustaqillik harakatimizni kontrol qilish, yo'qotish yoki ojizlashtirish uchun yoki Xitoyninki Sharq Turkistonlik ep berayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyat siyosatini shuniga moslashib kelayotgan har qanday hukumat, tashkilot, shaxs nazar mayli Amerika bo'lsin, mayli Turkiya bo'lsin, tutmaymiz va buningga vaqtida raddiya beramiz va vaqtida qo'limizdan kelgan qarshilikni beramiz. Buningga biz rozi bo'lmaymiz. Qo'ydek o'lmaymiz. Bizning millatimiz qo'ydek o'lmaydi. Agar qarindoshim deydiganlar bo'lsa, buni Turkiya istixborotchilari muhaqqaq ko'radi. Agar haqiqatan qilchilik qarindoshim deydigan bo'lsanglar, Turkiya Xitoy bilan tijorat qilsang, uni qilsa, uninki bilan parvoyimiz pilak. Ammo Sharq Turkistonning manfaatiga ziyon yetkazadigan qilchi bir har qanday hamkorliklarni qilishinglarni to'xtatishinglarni tavsiya emas, talab qilamiz va to'xtatishinglar kerak. Agar qilchi insoniy nuqtadan, qarindoshlik nuqtadan qilchi bilmanglar bo'lsa, agar bo'lmasa shu munofiq insonlar ham bu dunyoda ham oxiratda buningki hisobi so'raladi. Buni biz Sharq Turkistondan kechmay, hech hargiz pek tafsili so'zlab tushuntirib berdingiz. Amaliyotda buni bu bir qatimliq programma, bir qatimliq bir savolga berilgan javob deb o'ylamay, agar Sharq Turkistonninki taqdiriga ko'ngil bildiganlar bo'lsa, albatta bo'ladi deb o'ylaymiz. Biz nurg'un buning ko'ngil bildiganlar. Salih Xudoyor apandimninki bu yuqoridan so'zlab o'tgan gaplarni bir qor tafakkur qilib chiqinglar. Tafsili yana bir qatim anglab o'qinglar. Buning ichida nurg'un bilim bor. Bunun içinde iki devlet o'rtasidagi munosabatning taraqqiyotining mohiyati ichilgan va tafakkur yo'li aniq ko'rsatib berilgan. Agar tafakkur nuqtasidan bu undaq emas deydigan bo'lsanglar, qani biz anglab boqaylik. Uningki ta'siridan chiqib yiqinglar. Amaliyotda biz bayma dedik, bu pek oddiy bir hatta bir matematikalik bir yo'l bu. Oddiy so'zlab tushundigan bo'lgan. Bir zamindan
Onun insanlarını ayırgandan keyin demek onun insanlığınki yıldızını kesken bilen tanla iş bu. O yaxşılık olmaydı. O yamanlık oldu. Muşu noktadan biz bizninki o'ttirda seni kızıtıp жүрgenlerinki qandaqdır qeyrindaşlık ve dini noktalardan bizni yasavatqanligini, bizni xata yo'lga boshlavatqanligini his qilamiz. Hammanglarninki bir tefekkür, bek oddiy tefekkür bilan o'ylab beqishinglarni va o'ttirda жүрgenlarning nima vajidan davomliqli Turkiyaga yaxshi qilib gap qilgan bilan amaliyotda Xitoyning qo'li bo'lib ishlayotganligini tushunasizlar, shuni ko'rsanglar, anglasanglar. Biz davomli toplarda batchiq talash tortishlarni anglaymiz, nurg'un odamlarning gaplarini qilib, quruq vaqt nima qilish, bir narsani o'rganmay turib, bilmay turib, bekadan beka vatanparvar bo'la olmaydi. Bizningki vatan deb turganlar, vatan deb turib vatanni sotirgan xoinlardan bir paxas bo'laylik qarindoshlar. Siyosetni mush yo'l bilan o'rganaylik. Salihuddin Rabbanining yuqorida deb o'tgan gaplarini qaytadan anglab, o'ylanib beqishinglarni umid qilamiz. Endi biz O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizni boshqa yana o'zlari Ozarbayjonning Xitoy bilan zich munosabat o'rnatayotganligini ko'ryapmiz. Buningga qisqacha ko'z qarashingizni deb o'tishingizni umid qilamiz. Marhamat. Buni Ozarbayjon hammanglar bilasizlar, Turkiyaningki eng yaqin qarindosh davlatlardan birisi. Ozarbayjon bilan Turkiyaningki tashqi siyosati bir-biriga moslashib ketdi. Bu suiqasdni, bu Ozarbayjonningki qo'pab bizni setishninki masalasiga kelsak, shu Turkiyaning yo'l ochib berganligi uchun, Turkiyaningki undishi bilan bo'layotgan ish. Hatta O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarga shu o'rnak bo'layotdi. Butun islom dunyosiga, musulmon dunyosiga, turk dunyosiga Turkiyaningki bizni setishi, Turkiya hukumatiningki bizni setitishi, bizni qurbon qilishi, o'zining sesiq manfaatiga shu boshqalarga Turkiya qismi bizni qiysiq bo'ldi ekan degandek yo'l ochib berishi. Shu buningki nimasini hisob suruldi ham bu dunyoda ham oxiratda. Bu Erdo'g'onlar shu Turkiyadagi o'zini siyosat u oqchi ko'kchi deganlar yomon dindor ya. Voy biz Allohga ishonamiz, Alloh anda manda deb ketdi. Har nimasida Allah'ın egizini çıkamaydı o. Ama Allah bulağa köstüdü. Hem bu dünyada köstüdü hem ahireti köstüdü. Bu kerendi, özünün kerendaşını satkallıkından sırıt, başkalarga şu kerendaşınınki setilişiga ülgü boğallık için. Şunun için bizden yana deydiğimiz hem diginimizdek hem Azerbaycan'ınki, hem Türkiye'ninki, hem barlık Türkiye dünyasınınki ve Müslüman dünyasındaki bizninki irqiy qarindoshlarimiz va diniy qarindoshlarimizningki bizni setishdan voz kechishini yordam qilolmasanglarmi tushunamiz. Yordam qilolmasanglar ojiz ekansilar, tushunamiz. Ojiz keldinglar, mayli yordam qilmanglar, mayli yordam qilmading deb ag'rinmaymiz. Shaxsan men palonchi Turkiya bizga yordam qilmadi deb ag'rinmayman. Mening ag'rinligim shu, bizga xiyonat qilayotganligidan ag'rinma, bizni setayotganligidan ag'rinma. Yordam qilmasang mayli, yordam qilma. Yordam qilma, ammo bizni sotma. Yordam qilmasangmi mayli, ammo bizni sotma. Deydig'imiz shu. Mayli qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar. Bizni qilch yordam foydan kelmasmi, bizni qilch ziyanmasammi? Bir taraf turib olamsan, nima qilamsan, sukut turamsan, u mayli, ammo bizni sotma. Aksicha bu sukut turish uyatulsin, bu setyapti. Diniy nuqtadanmi sukut turish bo'lmaslik kerakdi. Aslida bu davlatlarniki sukut tutmaslik kerakdi. Aslida eng birinchi bizga yordam qildiganlar shu o'zimizningki irqiy qarindoshlar, boy qarindoshim degan Turkiya eng birinchi, eng kuchli yordamni bizga berish kerakdi. Xuddi boshqalarga yordam beryapti ya. Meyli medya jihatdan bo'lsin, meyli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, meyli istixborot jihatdan bo'lsin, meyli moddiy, ma'naviy, siyosiy jihatdan bo'lsin, boshqa o'zi bilan hech qanday qarindoshlik munosabati yo'q millatlarga nurg'un yordamlarni qilyotdi. Ammo o'zining qarindishim, meningki ma qarindishim deganlarga, meningki ma at yurtim, men mayerdan keldim degan zaminga va shu qarindoshlar qilayotgan xiyonatni qat'iy kechirgili bo'lmaydi. Agar biz uni qilgan bo'lsa, ko'rsizlar, agar biz
Şu biz o'rnimizni almışıp qolgan bo'lsak, Türk xalqi bizning xalqimizdek jim yetib o'tmaydi. Kunda la'nat o'qiydi. Hech nima qilolmasmi? Duosida bizningki hukumatimizga, davlatimizga bo'lmasmi? Hukumatimizga qarshi la'nat badduo o'qiydi. Agar rollarimizni almışıp qolgan bo'lsa. Meniki niyetim Türkiye xalqiga, Türkiye davlatiga badduo o'qish niyetim yo'q. Ammo to'xtatish kerak. Çünkü bu mazlum xalqniki Allah'nınki bir va'dasi bor. Mazlumlarniki duosini qabul qilmaydi. Bir urib qalsa bu millat vaysilning halinglar ham bu dunyoda ham oxiratda. Ammo buningki javobini ham bu dunyoda, buning hisobini ham bu dunyoda berisizlar, ham oxiratda berisizlar. Eng yaxshisi tövbe qilib bu davlatlar yordam qilmasanlarmi bu suiqasdni, bu xoinlikni, bu kallishlikni to'xtatishinglarni talab qilamiz. Deydiğimiz shunchalik. Barliq qarindoshlar. Gayet cevap verdiniz. Hem de bu hükümet buluş süptümüz bilen ve bir vicdan egisi buluş süptümüz bilen yoqtib qo'ygan davlatimizni qaytarib olgan bir inson buluş süptümüz bilen sizning deganlaringizning hammasi to'g'ri. Hem de bizning oldimizda Amerikada Uyg'ur qonunini Amerika parlamentida qaytadan o'tirg'a qo'yildi. Buning deydiganlaringiz bor. Bu gerçi biz degandek biz talab qilgandek kuchli bo'lmasimi bir yana bir bir bosqich bu yana bir yaxshiliklarni akkeladi. Yani bizning masalamizni Amerikaning kun tartibiga akkelish uchun qo'yilgan bir yangi qonun. Bununkini ham de şu avam palatadan o'tdi. Avam ko'p sonliq ovoz bilan Ondan keyin asosan hammasi ma'qul deb Kengash palatadan o'tish kerak. Kengash palatadan endi bizningki desamma o'xshash baribir munofiqlik buzman deydigan munofiqlik buningdan xabari bor. Dushman xabari bor. Biz yana buningga shuki moslashtirgichini nim qilishni talab qilishimiz kerak. Biz zaten talab qilyapmiz, ammo Amerikadagi qarindoshlarimiz o'zlarini senatorlarga telefon qilib, "Mani sizdan o'tkiz" deb, avam palatadan o'tdi. Meningmi maslash Sharq Turkiston uchun bir xuddi Tibetnikidek maslashtirgich bo'lgani uchun biznikimi shu maslashtirgichini kirgizib o'tkizinglar deb telefon qilib yoki xat orqali nim qilinglar. O'zlarini senatorlarga, har shtatning ishchi senatori bor. Ondan keyin şu bizniki şu senatda nimani qo'ygan parlament a'zosi senator John Curtisning ishxonasiga telefon qilib ilxit yozib shu talablarni qilishimiz kerak. Senator John Curtis yaqinda Tibetniki tashqi ishlar ministrligida, Amerikaning tashqi ishlar ministrligida special coordinator bo'lish kerak ya qonun bo'yicha. Shuni yangidan bir odamni atashga chaqiriq qildi shu tashqi ishlar ministriga. Shuning uchun bizni shu o'xshash Tibetdek o'xshash bizning masalamizni kun tartibga Amerikaning siyosat tutish uchun bizga shu Sharq Turkiston masalasi uchun bir tashqi ishlar ministrligida maslahatlashish kerak. Buni chaqiriq qilishingizni tavsiya talab qilamiz deb telefon qilishinglarni, xat yozishinglarni talab qilamiz. Siz hozir shuni dedingiz, ashninki agar Amerika turayotganlar ashninki yozilgan xatninki originalini, masalan, bir yoziq shaklini sizdan talab qilib qolsa, shuni biz tayyor qilib beramiz. Albatta. Qisqacha yomon mavzu emas. 3-4 jumla, 3-4 Shuni ash xatni balkim bizningki to'rpatlarimizni qo'yib qo'yishimiz mumkin. Chunki bu oson bo'ladi. Formallashgan bir xil holatda biz buni o'zimizningki har bir statening o'zimizning senatorlarga va yurtaqninki senatorga mushishib bevosita aloqa qilayotgan. Evasak buning natijasi yaxshi bo'ldi deb o'ylaymiz. Bu amaliy ish, bu quruq gap emas. Bu Uyg'ur qonuni deb bekchiq talash-tortish qilib yomon vijdonliqlar yaman Uyg'urlar ko'ngil bo'ldigan o'tirdi juda rasmga tushib, ammo agar haqiqiy ko'ngil bilsak, biz Sharqiy Turkistonga va Uyg'urga, Sharqiy Turkiston fuqarosiga albatta bu qonunning o'tishini biz degan yerdagidek bo'lmasmi, lekin ziyni yo'qki.
foydali. Shuningga hammamizning tirishib kuch chiqarishimizni umid qilamiz. Bugun vaqt munosabati bilan programmani uzatmaslik uchun programmamiz mishada oxirlashdi. Bu programmaga vaqt ajratganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sog'lik Xudoga rahmandim. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Xayr.